arzimaydigan narsadan boshlashadi. Men aytaman, bu muammo emas deyman. Bu bajarilishi kerak bo'lgan vazifa. Yana ayt muammoingni deyman. Aytishni boshlashadi-da. Bu ham muammo emas. Qarashsa muammoni o'zi yo'q. Muammoni o'zi yo'q. Nimaga keldinglar? Nimaga? Chunki buni asabi buzilganda ayol tinch bo'lmagan, ayolga e'tibor kerak bo'lganda er e'tibor bera olmagan. Men savol beraman, mana diniy, dunyoviy bilimga ega bo'lganligim uchun, xo'p, ayolingiz talab qilyapti sizdan. Keling shu diniy ko'radigan bo'lsak, qancha nafaqa ajratasiz ayolingizga desam, so'raganda beraman. Yo'q, so'raganda beramanni aytmang menga. Siz so'ramaganida 3 ta farzandni kiyintiryapti, yuvdiryapti, ovqatini qilyapti, uyingizni yig'ishtiryapti, ota-onangizni xizmatini qilyapti, sizni xizmatingizni qilyapti. Qancha nafaqa ajratasiz desam, ajratmayman deydi. Nimaga deyman? Ayolingga nafaqa ajratsang, bu o'zini mayda-chuyda ko'zga ko'rinmaydigan xarajatlari uchun xursand bo'lib ishlatadi-ku. Bu xursand bo'lsa kuchga to'ladimi? Seni yana ham yaxshi ko'rishni boshlaydimi? Sen kelsang, seni ko'rib ko'zlari yonib qoladimi? Ana shuni o'zi mehr muhabbat uyg'otmaydimi?